Hosting nima va u nima uchun kerak? Avvalgi sonlarda biz barcha kompyuterlar, internetni bog'lovchi simlar va routerlar yordamida bir-biriga qanday ulanganligi haqida gapirgan edik. Shuningdek, biz sizning kompyuteringiz tarmog'idagi minglab boshqa kompyuterlar orasida kerakli veb-saytni o'z ichiga olgan veb-saytni qanday topishni bilib oldik. Siz allaqachon bilasizki, internetdagi barcha kompyuterlar taxminan serverlar va mijozlarga bo'lingan. Mijozlar biz ma'lumotni iste'mol qiladigan kompyuterlar, serverlar esa bu ma'lumotlarni tarqatuvchi kompyuterlardir. Masalan, sizning kompyuteringiz bor. Undagi har qanday veb-saytni ochish uchun siz maxsus dastur, brauzerdan foydalanasiz. Brauzer mijozdir. U boshqa kompyuterlarga veb-saytni ko'rsatish, videoni ijro etish, xabar yuborish kabi so'rovlarni yuboradi. Shu qatorda veb-sayt saqlanadigan kompyuter mavjud. Unda boshqa dastur tuzilgan server. U mijozlarning so'rovlariga javob beradi. Mijoz har safar eskiz.uz saytini ko'rsatish so'rovni yuborganida eskiz kompyuterdagi server so'rovga javoban asosiy sahifa kodi bilan fayllarni yuboradi. Ushbu sonda biz sizga veb-saytlarni saqlaydigan va tarqatadigan kompyuterlar haqida ko'proq ma'lumot beramiz. Hosting nima ekanligini, nima uchun kerakligini va uni qayerdan olishni bilib olasiz. Hosting bu veb-saytni saqlash va oddiy foydalanuvchilarga yuborish xizmati. Bu xizmat asosan biz kabi ixtisoslashgan kompaniyalar tomonidan taqdim etiladi. Ular hosting provayderlari deb ataladi. Umuman olganda, siz uy kompyuteringizda hostingni sozlashingiz ham mumkin. Ammo keyin uni 24/7 yoqilgan holda saqlashingiz kerak bo'ladi. Agar uyda internet uzilib qolsa, server javob berishni to'xtatadi. Elektr energiyasi uzilib qolsa, server ham ishlamay qoladi. Bunday hostingning kuchi kompyuteringizning kuchi bilan cheklanadi. Agar saytingizga kompyuteringiz ko'rsata oladigan ko'proq odam tashrif buyursa, server qotib qoladi va sayt ochilishdan to'xtaydi. Bundan tashqari uni ishga tushirish uchun siz hamma narsani to'g'ri sozlash va kerak bo'lganda o'zingizni serveringizga hakerlik hujumidan himoya qilish uchun tizim boshqaruvini tushunishingiz kerak. Umuman olganda, hostingni mustaqil ravishda boshlash juda qiyin ish. Tajribalarga bo'lgan muhabbat tufayli buni sinab ko'rish mantiqan to'g'ri keladi. Lekin siz uyda bir vaqtning o'zida kamida 1000 ta mehmonni saytga qabul qila oladigan hosting xizmatini yarata olmaysiz. Pullik hostingi serverning uzluksiz ishlashi va ma'lumotingizni himoya qilish provayder tomonidan amalga oshiriladi. Va agar sizning saytingiz joylashgan serverda biror narsa yuz bersa, provayderning o'zi muammoni hal qiladi. Jismoniy jihatdan serverlar maxsus xonalarda, ma'lumotlar markazlarida joylashgan. Bular odatda bitta xonalar yoki butun binolar bo'lib, u yerda ulkan metal shkaflar, kuchli sovutish tizimlari va zaxira quvvat generatorlaridan boshqa hech narsa yo'q. Hech kim tasodifan biror narsani bosmasligi va boshqa odamlarning saytlarini o'chirib qo'ymasligi uchun bunday joylarga faqat tizim ma'murlari kirish huquqiga ega. Agar sizga video yoqqan bo'lsa, like bosing. Kanalimizga obuna bo'ling va yangi videolarni o'tkazib yubormaslik uchun qo'ng'iroqchani bosib qo'ying.